qo'saq ichib kelgan burada Sanjaqda yalab qo'yibsan, bu mushug'ingizmi? Ha, Sanjaq emas, men Sanjaq mashib paydo qildim. Hozir aytayman, Sanjaq murabbasi oldin qatim qaynatdim, tugab ketgan. Bugun eng yaxshi holatda mana bu 8-10 xildek menda dori darmeklarni tayyor qilib oldim. Markalarni izlagan vaqtingizda topolmaysizlar, cho'qim yurak berib saqlab olinglar. Men tafsili qilish usulini yo'llab qilib beraman. Mana bu Sanjaqga zanjirga hisobda menda yerlik Sanjaq ishlatdik. Aş yerden xumrab ağınılar. Yani manda dezinfeksiyalab yaklaşık bir aylık ximiyalik narsalar juyup chiqargan manda narsa aralashtiruqliq emas demakchi-da endi. Eng tabiiysini ishlatdik. Emsam shu zanjil murabbasini qilishni boshlab ketdik. Buni teshini pak zalat ep bo'lgandan keyin bir ashu pak yuvib olamiz. Pak zalat yuvib tayyor qilgandan keyin o'sha qalat izib tayyor qilamiz. Shu Sanjaqniki odam biliniga bir yaxshi bo'lgan bir foydali taraflari bor. Uni men demasam-mo, izlasammo to'g'ridan chiqadi. Yoki mushundan ayrim bir Sanjaqning foydali taraflari yozilib, kitob xotiralari bor, o'qib baqsangiz bo'ladi. Sanjaqniki mushu butun badandagi sovuq nurni deydigan, yelni ko'ydirib beradigan va cho'ng roli bor. Oddiysi mushuni siqib suyni chechanliq surpasanlar, chechanlarimiz dilqi jonlanib, teg-tegdan ushaq chashilib chiqib masalan. Ashulaردek foydali rolni ko'ra olasizlar. Bugun men shuni qanday tayyor qilaman, mana tafsili holatda yo'llab qilib beraman. Mush bo'yicha tayyor qilib olsangiz bo'ldi. Agar vaqtim yetmaydi deb qilib qolsanglar, menga deb qilsanglar, men o'zim yetkazib qilib bersam bo'ladi. Sanjaqni 4-5 qatim mushqalarni tushib tayyor qilib olgandan keyin buni ushaq holatda to'g'rib olamiz. Sanjaqni mushqalarni to'g'rab qilib olgandan keyin mana o'sha piyoz mashinasi har qanaqimizning uyida bor. Mushundan silib ushaq holatda izimiz mana bir-birlab parchalarga yardım tatib olaylik desak filmdek o'zgarib ketadi ekan. Shunga biz mushu ozroq yerini ko'rsatib bilan qolganini o'zimiz ishda kichik tayyor qilib etdik. Mushundan silib ushaq holatda izib tayyor qilib olamiz. Cho'ng kichiklikka mushqal holatda izib olsangiz bo'ldi. Qozonga shu Sanjaqni ozchiq qatorda suqib olgandan keyin 2 kilo suvga 1 kilo shakarni to'g'rilab qilsangiz bo'ladi. Avval shakarni tekshi holatda eritib tayyor qilamiz. Endi shakarni shu suvda tekshi holatda eritib qiyamini chiqarib olamiz. Shakar qilsangiz bo'ladi, tapalsangiz ganjigida suvda qilsangiz bo'ladi, asalda qilsangiz bu bek yaxshi chiqadi. Oldin qatimizda asalda qilgandik, maqsadim shakarda qildik. Shakarni to'liq eritib tayyor qilib bo'lgandan keyin endi ezib tayyor qilib olgan mana bu zanjibilni silib olamiz. Qiyamni eritib tayyor qilib olgandan keyin mana ikki qozonimizga tanshib esib oldik. Mana qaynagandan keyin ushaq ko'pikchilar chiqadi, ko'pikchilarni elib olgach, kam deganda 3-4 saat atrofida qaynatamiz. Mushtoq qaynagandan keyin mana ushaq ko'pikchilar chiqadi, mush ko'pikchilarni faqat zaryad suzib elitamiz. Mana bu zarpa. Zarar emas-ku. Zarar sansangiz bo'lmaydi. Çünki 11 darajada mushtoq zarpa solasizlar. Zarpaning foydali men demasam o'zingiz bilasizlar. Hozir biz mana bu ikki qozonga bo'ldik. Mush qaynab eng oxirida mush bir qozon chiqadi. Endi ketigan material deb beray, yurak berib saqlayolanglar, izlagan vaqtdan topolmaysizlar. Buningga butun badan yelni ko'ydiradigan moza. Anonkin egir, anonkin g'alchindana. Anonkin ham ikki xil material bor. Mush xil materialni eşyalet aralashtirayotgan keyin ikkiga bo'lib solamiz. Ushaq unda talqon holatda ezib tayyor qilib oldik. Mush badandagi butun yog'liq, ishiq, butun yo'llikni qaytarishga foydasi yaxshi. Mushu yo'g'on qo'sqim chiqib oldi, badanda dedim ziyod nemni to'plab ketdi, semirib ketdi. Deydigan bo'lib qolsa, shuni kichik iste'mol qilib bersanglar, pek yaxshi o'yin ko'rasizlar. Mana bu izlanmagan holatda qanday narsa deb qolmagan, mo'zi deganning shunday narsa. Anadagi bilmaganlarga men ko'rsatib qo'yay dedim. Men bildiganlar pek jihat yozib ketmoqman. Mushqalarni chiqdi, mushniki izinglik oltirish desam bo'ladi. Mushqalar butun badanniki mush yo'lliq qaytirishga. Masalan, kichik vaqtlarda masalan, innekka bosh qismiga suvliq berib, tovuq shapqa deydigan bir yo'l chiqib qoladi.
Aşağıda suyu çıkarılan, suyu ne düşükse şu yerge çapsı bol da gidiyor. Çıkıp bakalı, menimce bildi, ben çıkıp bakmalı demeydi. Bizim küçük vaktimiz bizim ançımız çıkıp kalı diye. Anam dedim, şunda mozini izleyip, moz emniyet açık çıkıyordum. Şu moziden yerim kuş etrafı da kapıyı kaynat su bile iş fırdı. İşbergen deyin, şunda yaxşı ürün bulak, yok çapılarımız cacayıp geçişip, saklayıp çıkıp gidiyor. Faydası da bek yaxşı, bek doğru kalıp seyyah kıladı ama o zencil marafasını. Ben teyyap kılamdak, aylan teyyap sağlam buludu. Bu misal bayatın demek, ayrım izli sağlam buludu. Hem bunu boş otta salgı materyalların asasiyatı sep oldu. 3 saatin 4 saat etrafında kaynatımız. Kaynatıp kıtbolğandan keyin, muzlağandan keyin Allah kutularımızı kaçılap istemal kılımız. 4 saatdan 5 saat kaynatqandan keyin mana shunga o'xshash holat keladi. Quyaq suyuqligimi shunda pez chiqadi. Anadan ta'mi mo qat'iy ochiq chiqib qolmaydi. Anadan keyin masalan mush yolluq ba, ishq faoliyatini qanday bilmaysiz deb bilamay qolib qolsanglar, masalan uxlab qolgan vaqtingizda yoki har qanday bir sharoit ostida qo'lingni chin mujib quyib bergandan keyin alqi terisiga patmaganda qo'llashgandek ahvol yuz berib qolsa, aniqlam bedaningizda nemlik sovuqlik eshib ketdi degan gap. Anadan keyin kichik qo'zg'olon poltib chiqib olgan ahvolmi shu yo'llikdan bo'ladi. Bularmi ayol kishiga bek yaxshi foyda qiladi. Kulubalikim ayol kishi bo'lib qolsa, cho'qqim aylanib qilib yeb ko'rsanglar bo'ladi, bo'lmasa meni desanglar bo'ladi. Mushkillar chiqdi. Men bir qutisini yeb oldim. Men ikkinchi qutisimi hozir yerim bo'lay deb qoldim. Nam bilan yesanglarmi, quruq yesanglarmi, yoki choydan sheb isanglar bo'ladi.